Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Partlagan sükut programımızın 3-cü sanını görüşlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli qarindaşlar, bugünkü söhbətimizdə inşallah biz bu proqramımızdakı 1-ci sanıda fikrini eliş üçün stüdyomuzda təklif qılğan və körüş sanı nəhayət köp ta hazır məsələn təxminən 2 ay olub qaldı. 1-ci san proqramımızı ötküzgülü. En körüstan, en köp boğan dünyanın her qaysı şeylerden nəhayət köplügen inkaslar gelip bizden stüdyomuzga çıkıp bu vatandaki zulüm bevosita özünün ailesi kelgan bu vahşi Xitoyninki zalimligini tushundirgandan dunyoga oshkorlagandan faqat Türk axborotlardan emas balki dunyoning har qaysi nopuzluq axborotlarida bu mavzu qattiq tilga aylandi. Bizning televiziyamizda nəhayət köp sonda ko'rilmalarimiz ko'rib nəhayət yaxshi inkaslarni bergan programmaga taklif qilgan hurmatli Abdurahmon Hasan akamizni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib kelib bergani uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Alaykum assalom. Qadirli qarindoshlar, biz ma'lum bo'lgandek bu programmamizda, ya'ni Partlagan sükut programmamizda Muşu Abdurahmon Hasan o'xshash beshiga mushundaq kun kelgan va biz programmamizning 1-ci sanı degan to'q e'lon qilgandik. Bu inshaalloh muhojiratda yashayotgan har bir Turkistonlik, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizninki har birisining sizga o'xshaydigan, sizdanmi vahshiy, hatto jasadlarini topshirib bergan darajadagi minglagan har bir Sharq Turkistonlikning hikoyasi va beshiga kelgan. Bu inşallah tuncusu olmaz sizden aklınızda yani nurgulagan kişiler bu sizin ülke elip sizin ruhunuzun ülke elip Xitayning bu zalimliğini, vahşiligini dünyaya aşkarlaş üçün biz cesaret kılıp kişiler bu yerga bu yani köpüyüp mağa deb bunu e'lon qilgan edik. Alhamdulillah onun kendinden bir qayrindishimiz kelgan bo'ldi. 2-ci sonda onu bilan o'tkazgan bo'ldik. İnşallah bunun için yana bununki kayni üzülüp qalmasligini xalqimizning muhojiratga erkin dunyoda yashayotgan xalqimizninki bu beshiga kelgan musibatlarni, beshiga kelgan oilasiga kelgan bu zulmlarni dadil shaklda texnik axborotga chiqarib anglitishninki muhimligi so'zlab yana so'zlamasak hammamizga ma'lum bir narsa. Biz 3-cü sanımızda yana şu Abdurahmon Hasan akamizni taklif qildik. Aradan bir 2 ay vaqtcha o'tdi. Siz 1-ci san programımızda bu davanın keyinde ahirgacha mağdığanligini bildirganingizni ko'rilmalarimiz uning keyinde bu yerga chiqqandan keyin har xil xalqaro axborotlarga chiqdingiz, ular muxbirlar ziyorat qilgan bo'ldi. Televizorlarda chiqqan bo'ldingiz, mayli Turkiyada bo'lsin va xalqaro axborotlarda bo'lsin. Bu jarayonda siz hem xalqimizdan dunyoning har qaysi joylaridan sizni qo'llab nəhayət kuchli inkaslarni sizga bevosita yozganlarmi albatta bor ekanligini dedingiz va bizning to'rbetimizda nəhayət ko'plagan inkaslar keldi. Bu jarayonda siz nimalarni his qildingiz? Keyingi biz bilmaydigan yana nurg'ulg'an narsalar bo'lishi mumkin. Ve ahirgacha davomlashtirib Anqaraga borman deganimiz bu ishlar qanday bo'lib ketdi? Bu ma'lumot asaq. Rahmat bo'ldi. Men keyingi bu birinchi qatimliq onamninki, ayolimninki ko'rayotgan xo'rliq lagerdagi avval anlatgan bo'ldim. Anlatgandan keyin O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Rossiya tavbasi Özbekistan degandek davlatlardan va Hindistondan bo'lgan bo'ldi. Tilni bilmayman, hamda inglizcha ko'p so'zlarni yozdi, baliq surat resim yo'lladim, o'qibaqman deb. Sakımda har xil shaklda nima qiyinchilik va iqtisodiy ahvolingiz qanday bundan degandek bir avval so'rashlar. Demak, bu dunyoda hamma odam g'arazil sotqin bo'lmaydi ekan. Yanada ko'p xalq, mayli e'tiqod qanday bo'lsin, demak bir haqqoniyatga, zulmga qarshi bir sap g'ururlik, vijdonli insonlar hamma millat tepiladigan. Bulardan nima chiqib turish, qanday bir ish bo'lsa biz tayyor degan inkaslarni qildi. Hammalarga rahmat dedim. Zulmni oltish bilan boshqa ehtiyojim yo'q. Rahmat. Iqtisodiy jihatdan qanday ehtiyojim yo'q. Xo'sh. Men hayotim bo'yicha pul topgan, tijorat qilgan, jon baxshdan boshqani o'ylamagan bir odam. Bugun ko'rgan kunimiz bu bo'ldi. Zulmni oltish bilan deb talab qildim. Növbətimdə İstanbuldakı Türkiyədəki bir
Bu da en qarak badım. Anamninki ayalımın sırtını kötürdüm, ballarımın resmini kötürdüm. Yani şu davayım destapqa o'xshash bo'ldi. Xitoy hukumatining bosh talabim yo'q. Chunki meniki u lagerda turib, onamninki ayolimning u yerda xo'rligiga men qat'iy yo'l qo'ymayman. Ham chidamayman. Chunki men bir normal aql egisi, bir vijdonning g'urur egisi. Bu holatda men qo'sqim to'yg'onlik bilan shukr qilib yoki uni duo qilib qo'yib, duo yaxshi, lekin sabab bilan duoning birga kelishi zo'rlandi. Xo'sh. Bir chiqqandan keyin sizga To'xtaylar tarafidan yo telefonda sizlar aloqalashish yoki texnik maktabga tishildish yoki sen gap qilma bundan keyin biz yo qo'yib o'tamiz oilanikilar degandek sizlar aloqa qurdimi Xitoy? Şu istiqlolga chiqib 15-sida chiqdim birinchi oyning 17-sida soat 11 Turk İstanbul vaqti. Şu ushirmagan qirnishimizningki 5-soatda uyda etdim. Vechettin. Onu aldım, açtım süratlik. Şu qirnishimiz inim Abduqayim Hasan, şikayet maşının aldı Abduqayim Hasan bak, keyni de xabar bergan qiz bola bor. Rolda tağadım şu Gobada deyning belkim dadi жаңылыш mümkün. Ben belki nazar şahsını tuyup kaldım. İnim sözlerde aka bizning oyla, ağaçlarını oyla deb bana yumshoq yerdan keldi. Bola shularni gibi deb tushundim. Adamlar şey jinjir so'zlaydi degandek. Onu so'zlatkizdi unga. Onu sochlarini yuvib, soqollarini yasib degandek chiqibdi. İningizni. İnimni. Ufkam dedim, ufkam onam uchun hamma Allah qurbanlik bo'lsang arziydi. Chunki onam dunyoga bir ketdi. Onamning xo'rligi mendan yo'l qo'ymayman, kimga chidamayman. Chunki yetti balni baxt cho'ng qilgan, 30 ishlagan, 70 yoshga taqilib qolgan hech bir kutilish nimasi bosqichda turgan onadan onamiz. Bu xilolda u onamning xo'rligiga, ya'ni mening sukut qilishimga qat'iy yo'l yo'q deb qarayman. Chunki bir normal bir Uyg'ur degan bu o'zimizning qon sistemimizni, o'zimizning bir e'tiqod sistemimizni bilmaydigan odamlarga nisbatan ol tushunimiz kerak. Lekin sog'lom bir Uyg'urga nisbatan bir onasi ayol bolchaqlarining, qarindoshlarining u yerda xo'rligini his qilmaslik, uni inkos qilmaslik men xiyonat deb bilaman. Bir millat nuqtasidan. Bu diniy nuqtadan aslo bir nifoq bo'lmaydi, kim bo'lsin. Bugungi bu xo'rliqqa misol 2 milliondan ko'p odam lagerda. Bu lagerda xo'rlayotgan xo'rlig'ini ko'ryapmiz, suratlarini ko'ryapmiz. Demak, bunda o'limjiq o'ng'aytindi. Demak, bu yerda xo'rlab yo'qtish, xo'rlab o'ldirish. Xitoyning maqsadi. Aniqlab bir hukm bo'lib qoldi. Hali bu unda mening oxirgi onamningki yoki onam qo'yib berilgan yoki etib bergan Xitoy. Ishkining biri kelgan qadar men bu davoni ko'tarma. Undan olib qolsa to'xtatishim mumkin ekan. Ishkining bir kelsa men to'xtayman. U bo'lmaydi ekan, men davomli onamning oyog'ini sirtdan ko'tarma, zada ashulninki etibas to'xtayman. Chunki endi Xitoy bir kompartiya chigandan tortib bizning vatanga u misol onamning dadisimi, onamning dadisidan kichik qolgan. Bu gapni men onam deb bergan emas. Bu hozir so'zlar tinmaslik gaparliqdan qo'shib ketdi. Onamning dadisining ismi Mehmet Bey. Lekin men ko'rib bakmadım da onamma o'zim onam aslida dadisining ismini bildi, lekin dadisining chiroyini eslolmaydi. Demek ki medeniyetli inqilab degan nimda, yani onu burun kompartiya chiriblan shu 2 yil qolmay yo'qotgan, shu yo'qotib ketganman şimdi. Onu bir cho'ng bir qaradim, kichik vaqtimda degan azroqlan. Xo'sh. Odam o'lib ketdi. Demek onamın dadisi cho'ng oldi. Bugun kunga men onam yana dadisim kompartiyaning qo'lida o'lgan bo'lsa, onamni yani shu xo'rliq bilan o'lish. Chunki ilgirki hech bir zaman tarixida bo'lmagan bir xo'rlab yo'q deb o'tish nimasida ma'lum qiladi. Men bunaqa davomli isyon ko'tarman, davomli ko'taraman. Anqara bo'dim, bu davomdan Anqarada Millat Partiyasiningki yig'iniga kirish eg'zida turdim. Uning kirgicha davlatningki bexatarlik shu yig'inning butun mas'ul bo'lgan boshqon akamas bosh taqsilchi kirin qo'ymadi. Bu nima qilgan taqdir. Ko'rgandan keyin bu qattiq gap. Bu onamni o'ldirgan sen bilamsa deb to'sqan bo'ldi. Tushundim, sen başbakan so'zladim. Hech bir son sıkıntı yo'q.
Anladı, halının kıldı. Kirgizib etdi. Kirib 2 saat yaqinlashgan vaqtda bir alayda saqchi kiyimi var, ya askarninki o'xshamaygan, ya adi saqchi o'xshamaygan bir kiyim bilan ikki turk saqchi qarindoshimiz kirdi. Kirib Turkiya qonunida ya saq o'ltir degan gapni ko'tarib ko'chada meng'isha. Degan bo'ldi. Anqchi bu yerda xalq bormda, turk xalqi bor. Men bu yerda men gerçi ilgari his qilmagan bir to'yg'in his qildim bu yerda. Erkin davlatdagi bir ajoyib bir adolatni tunji qatim Anqarada ko'rdim. Bu saqchi birodarimizda bizni ekitishga haqliq degan gapda turkcha. Lekin bu turk yoshlar, cho'nglar daral yopirilib org'ilib bu Turkiya bu Turkiya davlatida bu turkning ovozi chiqmamda qanday qonun, qaz qonun degandek har xil savollarni saqchilarni biraz yarım saat saqchi onun xalqning gibi javob berdi. Yana ishimni qilaverdim, taxtam tutib. Ondan keyin ular javob berib bo'lib, saqchi birodarimiz kelib menga kardeş sen o'ltir deganni keyin qo'yib, cho'chiklarim nerede, bolalarim nerede degan tutib, buni qil, matrijqatni taqib deb o'chib ketdi, chiqib yana yarım saatdan keyin yana balkim shu lozunkaning ustiga balkim Xitoy doiralari degandek bir narsa bo'lmagan bo'lishi mumkin. Balki hozir o'ltirmasdan uning keyin men o'qning pulini men berma deganda masalan Turkiya hukumatiga qartilgan bo'lishi mumkin deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin da uniki. Xitoy doiralari degan gap bormi yo'qmi? Ya men Çin degan gapni o'zim qizil qalam taqdim deb yozgan, Çin hukumatiga deb. Ya onun da emas, ona shu bevosita Xitoy diplomatiyasida konsuldan xabar kelib qoldi, birdan shuningda konsul deb o'yladim. Ikkinchi qatim men kiyimki harbiy saqchi kiyim yo'q. Ikki qarindoshimiz kirdi. Ular kirib bunu bir aslan bo'lmaydi, bunun yeri boshqani namoyish mana yer och, bu yer ochma qirincha. Deb siylab kelib qolgan bo'ldi. Yana o'g'lim o'xshashdan natija yan turk xalqi bu adolatni yoqlaydigan bir xalq ekan. Biz vatanni qo'rqib, cho'ng'oqlik uchun buni his qilmabdik. U yana arqa saqchining atrofiga yig'ilib bu Türk'ün ovozini anglatish qanday yasa, qanday qonun. Bu Turkiya bu degandek savollar bilan uning pasportini tushirdi. Demak, o'g'lim bir qarinchi mumkin boshqa yerda bizni cheklamaymiz, har zaman boshqa yerda qilayver. Xalqimiz bizni qildik, lekin bu millat Turkiya konsulxona bor oldinglarda. Nemisininki yig'in to'plantı yig'ini olganlik uchun yaxshi kelib qolgan bo'ldi, lekin ma'qul dedim, men chiqib axborot gaz açtım işkilisine Türk yaşlarımcık süret dağıtıp al sorup biz sana neymiş kıpırmız deyip köp bir kalbimizdeki istaş kıldı kötü hoş oldum. Ondan keyin uyadan qaytib ketdi, saat 12 bilan ayrıldım. 8'de bağın 12'gacha ibadat qilgan bo'ldim. Konsulga berish nimasida bir akimizdan bağdık, bir muhbirden birinlan o'qitgan. Bağgan gün uyada bir saqchi mashinasi ikkisi var. Puhratchi kim kelmagan saqchi Türk saqchilardan. Xitoy konsulxonasida 5-6'sı var. Tushsaklar ham shu gap qildik, avval yo'qni his qildik. Opa akimizda da. Yana bir buni normal bu Uyg'urlarning hammasi bizim bu boshqa qarindoshlar desakmi chiqmaydi, butun avlod tutib ketgan. Adamni jiq anglaymiz, lekin mana davlat degan olmaydi. Sizlar bo'lgan bo'lsa vaziyatni muxbirlardan oz bo'lgan 8-10 ni men topay. Jiqib ankim endi kelnak. Endi aytibsam biz foydali emas. Gapimiz anglasin foyda olgan bo'lmaz dedi. Buni bilan qaytib keldim. Yana borma. Demek hem de ben anamninki, ayolimning ve qarindoshlarimninki Xitoyninki lagerda bo'lsin, turmusda bo'lsin, bir kez chiqar az emas. Ben buna davomli inkas bildirma. Bundagi mayli qaysi davlat bo'lay, bu anamning taqsi ko'tarma, anamning u yan asli degandek, aviyanqidek ikki usulning birisi bo'lgan qadar anamning davosini qilma. Undan keyin qanday bir tuqunum Xitoy turmusiga kirdi ekan, lagerga kirdi ekan. Men ikkinchi bosqichda hammasini suratlarini chiqarib, balkim Istiqlolda, boshqa axborot vositalarida bu ölüm cezasını turmak çekerlik tukalımına talep kılışım mümkün. Çünkü ben vatenden ağırlığını azı bir yılla başta bizdeki muhacirat ustazlarımız, siyasetçi liderlerimiz belki vatenden ağırlık ettiğin uzun boğan bir yerde. Bunların düşünüşümüzde biraz farklı da qarayım ben. Vatanni düşünüşümüzde. Vatanni düşünüşümüzde. Çünkü vatanda ben bu lagerden ilgirdim 2011'de çünkü hazırkı
köpünçe siyasetçilerimiz yaşayan devirde Ha. zaten hazırkıdek nime mesele. Onda emasda. O'jaqda saqchiqanlar barda, misol, har rayonda bizden tavallikda, hozirda emasda. Sizden bir yana çıktınız. Lekin men yangi chiqdim, men yashash men ya shunday his qildim, men kichkina tijorat bilan shug'ullangan. Demak bir Xitoy hukumatiningki, masalan, Uyg'urlar qo'yilgan bir qonunga, shu qonunga to'g'rilab biz boj to'layotgan chaqda parlament to'lay olamiz, bekitgan bojni. Lekin boj qonun prinsipini menda yozsang bo'ldi, menda pasport olsang bo'ldi, menda kimlik olsang bo'ldi degan hech programmalar bor. Lekin Xitoy xalqi kelib uni udullan ola oladi, lekin biz uni tavatimizda kimlik bor, odatda bir kimlik degan narsa bizning yurt uy adresimiz, yurt adresimiz, mal adresimiz aniq bor narsa. Bu bo'lgan taqdirda ham biz xato olamiz hamda. Bir ya tava saqchqandan dadidine kam tutdinganda. Tabii bish baş xatnimiz bakaqib baqqani hayotim yo'q bunun. Demak Xitoyninki qonunini biz tanqisib tunishtirishni demak Uyg'urlar cho'qim pul bermay bakaga olmaydi. Demak o'zining haqli bir yashashga bir doir qonun siyosatlardanmi shuni shaxsiyatni hal qilmay shu tanqid tutgan amaldorniki yashamaydigan bir avvalda. Bunu men bunu keyingi bosqich to'xtalma. Demek ben 2011'de dadam bir ayıcıga bir ömekten bastırı degen bir meyal bir kim kuşkat koyup dadamda. Dadam ilgiri bağalım ben dada ömek katlaşmışsa dep tostum. Tostum dadam bir gün gap kılmaydı yani bir gün deydi yol sağın balam yol sağın dedi. Adam boldu bu ahırkı nemesde kılını dedi. Maqul da ben dadamınki talep arzu oğuluktan. Ömek katlaştırgan boldum 2011. Hoş. Şu 7. ayının ahırı 8. ay mezgil to'g'ri keldi. Bu Parzajga 10. ayda bo'lgan vaqt bo'lishi kerak. Qashqar viloyatlik diniy maktab yig'ida bo'ldi. Chiqqandan baradigan shu nomzodlarimiz. Hajga baradigan. Xitoy hukumati, Xitoy kompartiyasi tashkillab unda Qashqar viloyat tavasidan 500 dak Uyg'urlar bordi. Ömek sanvacıl Parzajga. Hoş. Şu sandan içinde adam kirdi. 3 gün bo'lgan vaqtda men chiqmagan aqcha onam balamni tamoq ichib bergan dedi. Odatda tamoqni cho'ng Tömey darvozadan sirtning bino ichida. Tömey darvozadan bir goboning ikki saqchi turdi ekan. Shu yer tamoqni qo'yib qaytilganmiz. Shu yer to'lab qo'ygan, shu yer ko'rishgan. Ishchi girish cheklangan ekan. Hoş. U yerda mening bir taniydigan bir viloyatlik Qashqar viloyati hukumat ishlaydigan bir akamiz ushlab qildi. Ve kasda qo'lim tutib boshlab ichib ketdi. Darvoza ishkalan biroz razolmagandek bir xil o'mib qaragan bo'ldi, lekin u odam parvo qilmay. Buni to'sammi deb ishkalan. Hoş. Tamoq ko'tarib kirdim, ikkinchi qavat chiqsam, kirishim bilan bir koridor uzun. Qashqar viloyati diniy maktabda o'qigan diniy talib bo'lsa yaxshi bildi u muhitni. Shu yerda 500 ga yaqin odam bir qavatda ekan, ayol aralash. Bir sinfda 30 dan 40 odam yotdi ekan. Nima? Partiyaning butun yig'ilib o'rindiqlarni. Yadi. Yagel 14 kunlik bir suni gilen bor. O sapda dadam çapını beşe qo'yib etibdi. Uydan ko'p yostiq olmaydi ekan. Hamma ajimlar çapını beşe qo'yib etibdi. Butun Qashqar viloyatining boylari yig'ilgan bir kambag'al yoqimda uning ichida. Chunki 38 ming necha yuan kompartiya shu berib kelish yoqoladi. Onda o sonni qilish uchunmi avamsizlik degandek biz ayrım şu sangi kirgizish uchun da ayrım par var. Onunki Nail'de belki 50-60 milyon 10 milyon dolar etabida parolin chirg'an sanıldı bu. O basan bekar vermeydi. Yolun 5'inde parlaş başlandı desle yani. Ha, demek 2011'de gap bu. Demek bir hech qilaman degan bir bichorliga, Qashqar xalqining bir boylarga. Bu qattiq yaz sinib, anga hojat chizim hojatxon ayollarninki shu ikkisini oraliqda 3 metr lan ikki kishi oraliqi bor. Ayollik deb o'chirib turgan erlar bu yonda purab ketgan onun ichi. Chunki bir 500 dan bor, masalan, 150lik 200 ga yaqin o'quvchi o'qiydigan bir sinib nimsida yotgan odam ayollar aralash bir sinib har bir ayol yotqizibdi. U yerda purab ketgan odamning oshining ichi chigadim og'rib qoldi-da. Men dadamning ko'nglida tamoqni yeb bo'lgach, o'tda odam qishida ya da o'tdim. Dada nima qiladlar? Sabah to'g'da bular. Alloh ichidan bir dedi. Chunki bizning Uyg'ur xalqiga qatmuqat xo'rliq yashgan bir xalq bo'lg'ach mumkin bu e'tiqodimizmi? Xo'rlansak savob bo'ladi degan bir aqidam sanalib bizga. Biz islomda sharaf bilan yashasaqmi bizga savob bo'ladi deslar. Men shunday tushunaman e'tiqodimda. Demak bu cho'qim xo'rlanish shart emas bu bizning vatanimizda, chunki biz
Qatma-qat bir qo'sh mustamlakachi yasharligimiz uchunmi ashunda ongsan qopdan dadam savob bo'lam da dema deb nima qildim men bo'ldi deb tamog'ni bo'ldi yarim soatda bak ta'zir o'tdim ichida chiqetdim endi demak men bu kunni ko'rgan bu dadam tarbiyalagan odam emasda faqat o'qitimiz degan nomni balkim u qanday o'qitib bilmadim yerda lekin chaqchaqlashib yodlagan qilib lekin jimi hojimniki arayal hammaning ko'zining atrofi o'qiy yaxshimaydi misol liqayotgandan keyin uydan hech qanday ko'rib qaradimlar qattiq yotgan shuni ko'rganman demak bu bugungi lagerdagi ba'zi chiqayotgan suratlar meni onamdan Alloh tarbiyalangan haramga opirimiz deganlar bu holatda bo'lsa hamda yo'g'on pul qaydab maqoldilar normalde terbiyelerimiz deb atalmış mı lagerlik solvaganlar qaysi holatda anlarning ahvolini suhbat qildik ana o'tgan qatim vaqtida hamda shu davlat kadrininki u kadar ig'ir sharoitda yashashi hamda shu sizlar bu chiqqandan keyin masalan ardini shikoyatini ortiq o'tdi xalqaro axborotlar chiqdi faqatlam istiqloldan chiqiblam to'xtab qolmasin bu yerda chiqqandan keyin nurg'unliga muxbirlar ziyorat qilgan bo'ldi inglizcha BBC'da chiqqan bo'ldi BBC World'da mushkamga masalan bir mayli bu yerdagi Xitoyning g'olchilaridan bo'lsin xoin Xitoyga ishlaydiganlardan bo'lsin yoki bevosita ishchidan bo'lsin sizlar bir tahdid kelib boqdimi yo'q ishidan shu abim deb o'tib ketdim vishinda shu inimni og'zi bilan tegizgan bo'ldi aka bizni ashtirim o'yladi deb onam uchun azaq xo'rlansang deb batasan arziydi degandan keyin uni nima o gap tugadan keyindan fikrmda o'zingning turayotganing diqqat qil o'zing ega ol aka dedi bu shu ashulning gapimda inimni azar qildi kuzda shu qo'qosang shu bo'ldi o'tiribdin endi keyin u veshchet uzildi bu yerdan bir ma'lum odamlar jiddiylan izlab kelgan yolg'on askarni otilgan ba'zi inqilobchilar izlagan bo'ldi ular bir narsa yozib Birlashgan Davlatlar Shtati Uyg'urcha tilini o'tirib qo'ysa deb chunki bugun 15-yillar bir istiqlol xabar berdim shikoyat qildim simolayotgan gap men dedim men bunday qilmayman bugun bu xabarda men hozirlam mandat qilib demayman aytib bersin degan xatni yozaman shu gapimni tushuntirman chunki kompartiya men degan aytib turadigan yoki men degan narsa qilib turgan davlat emas bu bir diktator hokimiyat men unda falon narsani bersin demayman lekin men bu yurakdagi gapim shu uni xo'rinib ketganidan chunki biz o'limga ishongan bir xalq Uyg'urlar ya 5 yil uzun yasha 10 yil uzun yasha bu nima masala emas ham Xitoyninki lagerga ichiga odamni men keyin qo'yib birib normal yashash qo'yib birib ishonmayman shu bu vaqtda men talbim yonida aytpasin deyman bosh talbim qo'ymayman degandan keyin bundan unda gap bo'ldi demak bu odam bir mavhum odamlar undan keyin boshqa ta'did bu nima bo'lmadi Facebook'da avvalroq qo'yganim uchun shu noma'lum ismda nasihat qilgan savdasi aqalli bo'ldi lekin boshqa alarning bo'lmadi lekin men shu onamninki yana bu xo'rinishiga g'oyibona izdiraksiz yo'qolib ketishiga qat'iy sukut qilmayman davomli bu kurashni davomlashtiraman siz suhbatingizda birdan bir sirtib qolgan bir inim bor degan shu vaqtda shu chog'da keyin suhbatdan keyin chiqib ularni telefon qilib hozir balkim büyük ihtimalle ishchida bo'lishi mumkin kirib ketgan bo'lishi mumkin sizga xabar qilgan ayol ishchida bo'lishi mumkin albatta buni anglagandan keyin bir vijdon azobi his qildingizmi masalan ashlarni tiqib qo'ydim degandek yo'q chunki bu bir inqilob shakli bu axborot chunki arziydan buning ichida o qizg'al qarindishimiz hamshirimiz menga uchur yetkazgan bo'lsa-mu inim sirt edi inimni tutmaslikdan balki men boshqa o'ylaydim uni balki meni esi yo'q kelib qolsa degan fuqultishni nemiz deb o'yladim chunki bu inimga Roziyatninki 6-7 kunlar xat bergan onamga o'xshash shu tarbiyalash lagerida o'qish to'g'riliq xat bergan ona xabarim bor ufkamni ichimi onamni ichigan ishdan shunday o'yladim shu meni bir yoki yaqinroq kelsa deb meni ko'z tutgan bo'lishi mumkin shuni tutma deb o'yladim demak undan keyin kirdi men onda vijdon azobi his qilmayman chunki bu bir ona uchun qanday bir normal
bir munofiqlar bo'lmagan sap Uyg'ur, sap e'tiqodli bir qanday dinlardan bu dinlarlar nisbatan asla xiyonat, o'zining qarindoshlarininki davosini qilmaslik, buning ismini atamaslik, bu odamlar ko'zimga vatanda ko'rgan munofiqlarni bu temini gap qilmaydim chiqib qoldi. Buning rezilligi qo'sqilan to'ysa, mayli ayollar xo'rlansin, mayli onlar xo'rlansin, hamma rozi bo'lgan bir inson lekin dunyoda ko'rinishi. Keyingi oxiratdagi nimalarni bizlar yaxshi bilishlar. Demak, shu insonlar har qanday xo'rlik rozi bo'lganini ko'rgan vatanda. Chunki men ishga oshxona vaqtiman Saydiya Markazda 60 dan 70 adam ishlaydi. Shirkatimda onun adam ishlaydi. 70-80 adam ishlaydi. Bunun jarayonlarida men saqchiqonlar bilan aloqam davomli shu birisinin kimlik yo'q, birisinin vaqtli bo'lsa yo'q. Chunki Uyg'urlar bir yangi shahardan ko'n shahardan chigan adam cho'qim jiddiy vaqtli bo'lsa tutulmasa, o mu qonunsiz. Misal, uni hal qilish uchun men kunim shaharga ketdimda. Shu munosabatlar ketdi. Shu yer ko'zim tushgan ajda ba'zi avvalli bormda. Demak, undan boshqa bir g'ayr normal dadisbi halol tomoqlan boqqan bir insonlar misal bu cho'qim haqliq bu o'zininki, ota-onasininki, qarindoshlarining davosini qilish bu bir haqliq da'vo deb qaradim. Chunki bu da'voimning haqligini inqirat ko'rdim. Qonun misal ba'zi narsa cheklangan bo'lsa-mu, yana xalqninki istashligi bu yerda, yana xalqning erkinligi men ajoyib bir kuch va jasorat berdim buda. Demak, men da'voimning texim bir kuchli da'vo ekanligini. Chunki men pul verdim ya boshqa narsa demedim. Men faqat onamni yoki jinoyatlar bitalsa, etib ijro qilsa, pul men berma, da'voim yo'q. Agar unda olmayken çoğum anam sırt turuşu ben normal aloqa ko'rishim kerak. Unda olmayken ben davomli kompartiyaniki o'zim yaşagan zaman-zamonda nurg'un isbotlar bor. Ben Xitoy boshliqlari bor. Men o'zimning qonunliq bo'lgan huquqni qo'llash uchun ilm pul bergan kompartiyaniki shu rahbarlar bor, Xitoylar. Men buni pash qilmanda to'xtamay shu Xitoyda bir sado kelgan qadar davomli bu da'voda davomli harakat qilaman. Demek Xitoyni sərtləşdirən Xitoyning aybini açıma. Çünki ben yazdım bunu da aslında bu qiziqmaydigan bir adam etkenim degan. Lekin bu onamninki xo'rlanishi meni bu sahnaga chiqishga sababchi bo'ldimda. Ittirni oldiga chiqishga. Aslında men bizning ustozligimiz qilib atgan bo'lgan ekan degan fikrdan bo'lib ketganmiz, xatolashib ketganman-da men. Demek bu sahnaga chiqishga meni Xitoy kompartiyasi zulm ettirib chiqadi. Demek bu siyosiy qadam besishkim, o'rganishkim, siyosat ba'zi tahlilini qilish mecbur oldum. Yezivatıma bazı tariximizni ko'rgan. Onun bunun içindeki rezil siyasetini mu yezib bir qismi bir kitap qilsam ish kitap bo'ldek. Bir tarixini yezib qo'ygan. Yani bugun shunga munosabatlik Xitoyninki ba'zi bir siyosiy qiltoqlarini, suiqasdlarini pash qilish maqsadida qo'shilib kirdim. Bugun men buni oldim. Lekin men haqliq da'voyim bo'lgan onamninki va qarindoshlarimning hech qanday tuqqanlarni turmada hech kim rozi emas. O'lib ketsa mayli, Xitoy o'qdi desak, mesela akam bir yilda ochdi hozir, tog'larim ochdi. Iniming bilan yaqinda bo'ldi. Demak, uning ichidagi odamman bir kun yoki hafta kun o'tkazishga men ko'zim yetmaydi. Chunki men asliga o'tgandek, normal pul xarjlab bergan olgan hojimning kunni ko'rgan odam. Bugun lagerda chiqayotgan suratda shaklda odamni cho'shida va qo'rqitdi. Men shunga bugun sizlarga ba'zi o'zimning tahlillarimni ba'zi qarashlarimni o'tirib qo'ydim. Hozir 2 oydan ortiq vaqt bo'lgan siz sirtdan albatta Turkiyaning ichida nurg'unlagan qarindoshimiz mayli inkasdagi nimalar bo'lsin. Sizni qo'llagan biz sizning yaningizda degan inkaslarni aytib ko'p masalan. Hammamizning ovozi siz nurg'un xalqimizning ovozi bo'ldingiz aka degandek inkaslar. Sizni nurg'unlagan atrofingizda tanilgan insonlar bilan ko'rishgansiz. Faqat birla odam keldi kayningizdan. Xalqimizninki sirtdagi yashayotgan insonlarninki sizga o'xshab o'tirg'a chiqmasligining sababi nima? Nima chiqmaydi ular? Bularning sababi chiqmas sababi men jiq paranglashgan bo'ldim ba'zilar. Bular Xitoyda bir ma'lum vaziyat o'zgarsa yoki boshliq olmasa, chunki bular Xitoyninki mesela qadam-qadam mavzuning vaqtida tortib ishlagan siyosiy nimalarga diqqat qilmagan odamlar. Onu tushunmaydi. Bular da bir bana adalet qilib qoldi, seylerim qilib, jim tursak qo'yib turib qoladi. Bu normal aqli odamlar 2 milliondan ko'p odam men isbotlab bera olaman. Bular chunki Jungodan aniq son sifirini elish
balkim kuchli bir davlat deb olmas mumkin buni. Cho'qim kompartiya bir yıkılışdan burun sansipini alınmaydı. Halbuki lagerning o'rni turmaning mesela Konşanaysan ichki turmasi bor. Burun kon turmasini 2011'de cho'ngaytdi. Konşanay tenderbiya maydonining yanida To'bin qo'mati balıg'os ko'rdi. Demek yana birini saldı, 3-nji o'tirning o'tariga cho'ng. Demek xalq hukumatidan yo'g'on keyin sağan turmalar. Yangisanikini ko'rdim, Yakennikini ko'rdim. Mesela atışның bir sıvamdı. Atışның ağı tağın arasına qarılıb sol tarafga ketgan bir 20 kilometr ya 2 silgan bir turma ya berpaq mudaq. Lekin şu 20 kilometrlik egizda bir iş oldu. Şu yerden kimligini so'radi, palanın tuqun yo'qlab keldim deymiz, xedimiz o'z ko'rsatamiz. Demek 20 kilometrning ichki turma ishdan chirmizanda. Aloqalchi mandan kepti dedi. Keldik u yerda bir harbiy tükçarlı meşq qilgan bir harbiy nemis bor deb burunda gumon qildi, qamchi ayrılib chiqqan bir avval bosh yerda. Xo'sh. Bir harbiy qism bor deb qaraymiz. Ya şu tağning barığı bir turmuş aldı, onun hikoyani aldık. Atışchilik bilmaydi. Atış shahri sağan turma atışchilik bilmaydi. Balki men davatgan turmalarmi, balki ba'zi yaqindan chiqqan birodarlarmi yo bildi bilmaydi. Chunki yangi sahanmi, yangi sahan nayning ichidan 23 kilometr. Bizden bir şığıllık tüp tüzlenlik silingan, o acayip çoğun. Adam bunu nemi kıldığanda 2014'de. Şu adam yok ya da. Sebep bitkizip koydu. Da kıvanısın ba. Demek bu bir her bir mesela yesli, mesela terbiyeleştiğin neminle bir dağdiyillik yağışlı var. Mesela Kışkaş şehir tabi dağdiyildi de. Mesela gelgen Sanspır'da fakat o yezi yok. Onun da bir şehir, naye, vilayet. Demek şu çoğun urulunun ismi çıkanını ben hemen tepsilik gördüm. Demek bu adamları qayt xorlab bu yerda bu qilib bo'lgan adamni qo'yib birdi degan men ishonmayman. Chunki bu yerda Xitoyning maqsadi mesela Xi Jinpingning bu daqiqa reislikka zo'rlik zo'mbarlik bilan chiqishga birdan bir sabab Jungoni qutuldirib qolish. Bu adamning plani Jungoni qutuldirib qolish. Lekin xatolash deb qarayman. Chunki misol Xitoy ishtalib olganda bu. Chunki bu hozir Mao'ning vaqtidagi bir siyosiy bostirish harakatini bugungi dunyoda qilish bu bir aqlga muvofiq emas. Chunki bugungi uchur dunyosi mesela Mao'ning vaqtida ko'maydi, hech qanday dunyo ko'maydi. Xalqni bostirish bo'ldi. Lekin bugungi dunyoda u odamni bostirib, hokimiyat saqlab qolaman degan bu bir xato bir siyosat deb qarayman. Demek bizning xalqlarimiz bu yerga odamni tushunmaydi. Buni anal qilib qo'yib qolamiz degan bir Xitoyning adolat tutgan nimda. Men Xitoyning adolatiga ishonmayman. Chunki men shuni ishida yashab, sizlar degandek men bir komitetda xat olgan yo'sin, bir izdan odat bir xat olgan yo'sin. Biz shuningga Xitoyning shaxsiyatini hal qilmasak bizga u qonunning nimasini bermaydi yerda. Adresi biz pasport olgan chog'da men shirkat bor. Ba'zida Yermenga chiqqan pasport ishlab biz qildik. Bu yerda misol Xitoyda bir ücretini ko'maymiz. Chirdi qo'l qo'ydi, kimligini pulni nobosining kimligini pulni bir chiqdi, pasport chiqdi. Lekin Uyg'urlar shirkatni kepil qilish, yana boshqa kadr kepil tepish demak har birisiga chunki men shirkatdan pulimizdan qilmayman. Men az degan 5-10 ming foyda olmasam o kepil bo'lmaydi yerga. Mesela her kadr kepil 5 ming dan olmaydi. Mesela her bir organ 5 ming to'mondan tamosgan pullar olmaydi. Tekshirganga normal bespirish tamosgan grafisi bor. Çünkü normalden besbel siyasi mesele. O siyasi meseleğe istifla pullarını kıpamaydı. Demek bu gümansız bir adamlık mı? Demek o şahsiyetini el kılmasa o yerde iş beceriş mümkün demez bir yerde yaşadık biz. Demek bunu bu bizden adamlarımız ya düşünmeydi bular. Lakin şu adalet kütüğün. Yani bunu ancak sohbetlerim dağıtma. Bu bir hıyanet. Bir vicdani cihetten bir hıyanet. Bir itikadi insanların ıslah. Qandaq yüz ıslah nifaq bu. Doğru. Ben bu şeyde biraz kıstırıp koydum ama şu Türkiye'deki belki muhayrandaşlarını görgen buluşu mümkün. Şu Muhammed Emin Yıldırım da Türkiye'de dağınık tunulgan şu Peygamber Aleyhisselam'ın siret yani Resulullah'ın hayatı tercih halde ait tədqiqat edip barıdığan kəm köləmlik bir çoğun bir cemaatinin ki çoğun bir dəvətçi bir ustaz yani yaş özü Muhammed Emin Yıldırım bilen söhbət qılğan vaxtında Müş qarindaşlarının köp məndən tordan sorğan suallarının içində birisini mən şu anda sordum mən şu nurgulğan hikayesi var müş qarindaşlarının ki sükut qıp durup öyle şey qana qaraysam şu ata-anamga yoki ailemdeki başqa birisiga Peygamber ziyon kelib qolmasin u bu degandek har xil vahimalar bilan har xil shu tushunchalar bilan yana shu Xitoyning elib berayotgan oilasiga elib borgan bu zulmlarni oshkorlamay
buni o'zi biliblam yurishiga buni qanaqa qaraysiz shuni so'rab desam shu odamni deydi shu ham shu edi uyg'urlarimizning ichida tunmaydiganlar bo'lmasa kerak odamlar bo'lgan narsani ko'rib filmlarni odam ekan ya'ni hamda Sharq Turkistonning ahvoli bu ahvolga mishinchilik bir ahvol kelibdi hamda yana nimani kutish kerak hamda ya'ni buning oxiri bundan boshqa bir yana bo'lgan ish zoti pichoq so'ngakka yetdi degan darajaga berib bo'libdi hamda har narsani Sharq Turkiston xalqi har narsa nim bo'lsin deyish kerak hamda chunki chuqur buni dunyoga bu musulmonlar eng oldi bilan bu musulmon qarindoshlar shu dunyodagi mayli Turkiya boshida bo'lish bilan birga bunda oyada bo'layotgan Xitoyning elib berayotgan bu vahshiyliklarni chuqur uchuq isboti bilan buni bilishi kerak bu bilgan vaqtda nurg'ulg'an atrofidagi odam to'plag'ida buni Xitoyning elib berayotgan bu zulmni texammak bir qatim qilmoqchi bo'lsa 10 qatim o'ylanib turib qilishga Xitoyni majburlaydi bu dilamda albatta bu chuqur o'tirg'a chiqish kerak hargiz buni yoshirib chunki shu hozir xalqimiz bitta bir qilish mumkin bo'lsa agar yo'q bo'g'izlash uchun qator tizilib qo'ygan bir qo'yga o'xshash bir ahvol kelib qoldi albatta sen bugun jim turgan bilan oyatni navbat bilan keldi sanman bugun sening oilangni tutmagan bo'lsa yoki oilangdan birisini tutib qolgani sirtib olgan bo'lsa sirtib bo'lgani mangu sirtib qoldi deganlik emas da bo'ldi sana mı keldi o navbat yana akanga yoki adanga boshqa birisiga kelgan urug' tuqqanlarning birisiga kelgan bu musibat atugun balkim bugun sening beshingga mı keldi bu chuqum boshdan erkin dunyoda yashayotganlar chuqum ishidagilarniki bir ovozi bo'lishi kerakligini ta'kidlab o'tdim. Ama şu adamda yana bir meseleге kirsak ham shu siz mesela abayim so'zildingiz bu savol biraz qattiq bo'lishi mumkin. Agar oilangizga bu ish kelmagan bo'lsa, bir millatning har qanday bir millatniki yo'l boshchilari, bu millatni yetaklab maqadigan, millatga ko'ngil bo'ladigan insonlar, ya bir yig'inchoqlab kelsak, u millatning olimlari, u millatning ziyoli o'qigan, har xil bilimlarda natija qozongan bu ziyolilar ve puldar kişiler bu milletini her xil sohadan yetaklab maqadigan insonlar. İş egalari, tijoratda muvaffaqiyat qozongan insonlar bu millatga ko'p xizmatlarni qilgan tarixdami. Har qanday bir millatning ichida bu 3 sohadagilar birlashsa, 3 sohadagilar gapini bir qila olsa, u millatning yuksalishi eshib maqadigan bir ahvol. Siz bularniki puldar sohasiga kirsangiz, endi dedingizki masalan shu oilamga kelmagan bo'lsa, shu agar oilangizga bu musibat kelmagan bo'lsa, apozlar bu xalqning Sharq Turkiston xalqi bunchalar zulm tortyapti. Hech bu sohaga chiqmamdingiz yani. Ya'ni o'zingizning ishini qilib yuraveramiz demoqchi. Chiqishim mumkin-da. Biroq boshqacha usul bilan nima qilishim mumkin. Men bu haqida keng to'xtalishni xohlamayman. Ba'zi akalarimiz, cho'nglarimiz bilan fikrlashib qildim. Qilganimda. Onun bazı teşebbüslerim oldu. Meni bak yeterlik degende kimde hukumu ağan. Oldum lakin siz degende mesela bazı hukumuşluğa deyin meldeyini sazvazımızın siyasi sağlık okuyan adamlarımız olsun yakın yakın paranlaşıp kıldım. Demek buldu mu bir xil ma'nolik biz yana bir amaliy bir meydan kömgerligimiz için biz uzun mezgil ota-onamizdan davomli ehtiyot qo'rqinch bir vahim yashganligimiz için biz misol men Amerikada o'qigan, Yaponiyada o'qigan bir siyosiy mutaxassislar qarindoshlar bilan bir suhbat o'tkazgan bo'ldim yaqinda. Qisam ularning qarashidan farqli, masalan shu 10-15-20 yil oldida Amerikada yozilgan, Yaponiyada yozilgan bir siyosiy tahlil. Onda Xitoy manda qilish yo'q degandek kitobning ichiga Çoxum bu kitap bilan birga dunyoni kuzatish. Bu naslda bir xil men ojizlikni his qildim. Xitoyni tushunishimiz yani favqulodda ojiz. Gerçi siyosiy aşı Amerikada turib yozgan siyosiy tahlillarni Xitoyni tushundigan. Bu yerda men ba'zi gapni dedim, bu tem chetlanib ketdi. Chiqaversin. 80% Xitoyda qaloq bir nüfus var. Ben Xitoyning hamma shaharlariga asosan borgan. Demak bu Xitoyniki normal. Bir adam kulib, bunda qaylasa, kulib qaylaydigan odamni 20% to'shmaydi. Bütün bu çoğunlukta. Cumhuriyet Komünist Partisi'nin idare qilayotgan o'rinlardagi Xitoyning sapasi 80% nadan. İşte müşkilim Türkiye vatkan adamın misal
Qashqardan bo'lgan bir vaqa va bir saqchini olib bergan. Biz bir Xitoyning masalan shu 3-4 ta'tayni o'ga chirib, sodlashib. O maqsadning bo'lgandan keyin uni go'shtni yevitib, yig'ini erishib qo'ygan, so'ng bilan o'zi tashlab qo'yib xotirjam yotgan. Chunki odamning go'shti bek kuchliq, yig'in sukvasa demlik yosh turilmaydi degandek yog'lanib olgan. Endi mush ko'rinishlarni ya dunyo isbot-isbotini bor. Buni yezib xotirlamayapman. Isim kelganlarni ko'rgan bilgan. Demak, bu yerda Xitoyni tushunish nimasi, yana ojizlik bor bizda. Xo'sh. Shu men bu ba'zi ta'lilga ba'zi majburlab qo'yapman. Ham ba'zi bir siyosiy qadamlarga hamda dadil menish mumkin. Chunki Istanbulga kelgandan keyin meni bu zulm o'qishga majbur qildi, o'rganishga majbur qildi, oldiga chiqishga majbur qildi. Hatto o'ylashga ham shu oyoq davoni onamning tuqqanlarimning da'vosi qilmak davomli. Ya'ni ta'lilga orilishim. Chunki mush yo'limda shu inshaalloh natijani ko'raman. Natijani agar mush ko'rinmay yo'l ketib qolsam, rozi bo'ldik, men nimaga jasoratga va Xitoyning zulmining qattiq bir shuqurpalligiga chiqishi meni ittirib oldiga chiqadi. Xo'sh. Demak, diniy ustozlarimiz ham yana Xitoyni o'zi o'qigan bir ilm bilan Xitoyni tushunish, ta'lil qilishi osmon zamin farqli. Xo'sh. Misal shu muajoratda men diniy ustozlarim bir necha ustozlarimiz aktiv xizmat qilmoqda. Ularga shukr bavadim, shukr bavirma. Demak, yana ko'p biz biladigan ko'p ustozlarimiz yana ehtiyot. Demak, qadirib kuchli kelsa, buning qalbida birinchi Xitoyning odamni kutish va ikkinchidan Xitoy g'alaba qilib ketadi deydigan bu umidimiz yuqori. Bu cho'ng boshda bunday bo'lgandan keyin albatta kendi xalqiningki u ustozlar misol bizning siz aytgandek misol o'tgan Husayn Tajilmet 500 doktor bor dedi. Bu doktorlar ehtiyot nimasiga chirib olgandan keyin misol millat hurmatlaydigan, millat to'ygaladigan boshqa qilgan odamlar bu xalqqa uning sukutimi xalqqa nima keldi ekan? Xalqni tan sukut. Xalqni sukut majburlaydi ekan, bu xalqning ufildigan bo'lgan turqi. Shundan ba'zi nimalarda yaqinda Yaqub Begningki siyosatlarni to'g'rida birdan bir to'g'ri siyosat ekan. Cho'qim bir millatningki beshi bo'lgan ustozlar yoki oldin menish kerak ekan, yoki bo'lmasa uning og'zini javob bo'lib o'tib yashim solgan dunyoda. Demak, bu odamlar ziyonkashlik qildi ekan. Cho'qim ilm qay soat bo'lsin, xalqningki bugungida xo'rlik qilgan kunda yetakchi yo'nalish lazım ekan bular. Agar bunda bo'lmagan odamlar shu masalan Yaqub Bey misol jiqlarni misol zolim deb ba'zi qaraydi, lekin siyosiy nuqtada men unda qaramayman. Chunki biz ziyonliq ekan, chunki men beshim kelgandan keyin hozir ta'lilda misol cho'ng ustozning turib olishi, misol sukut qilib foydasi bormi yo'qmi deb masalan vaziyatni ko'zlanmasligi. Misol islom din men yana bu tim kanib ketgan devtayni oldim keldi. Misol Alloh Qur'oni Karimda men diniy sababim chiqamas, lekin ancha-muncha o'qiyapman. Misol jihadni farz qildi, hadislarda farz qildi, bu urush hamda. Demak, buningki bir holati faqat hukm bilan farz ekan. Ba farzninki. Hukmi manda vaqtda zolim bostirib cheganda, huquqning tajovuz ushirganda yoki g'ururning tajovuz ushirganda yoki iffat nomusning tajovuz ushirganda degandek hukmi farz ekan bu islomda. Lekin buningki rukunlari, masalan, namoz tahoratning rukunisidek, namozning rukunida bunning rukunlari yo'q ekan. Bu yerda nima his qildim desangiz, men buningda demak har bir davrda suvdan gaz, suvdan o'tdan gaz, o'tdan buni yo'l keng ekan islomda. Demak, axborotdan bu davrda o'xshamaydigan bir misol. Masalan, bizning payg'ambarlarning vaqtida qilish neyzi bo'lsa, masalan, keng dunyo o'zgardi, misol o'qadigan bo'ldi, undan keyin to'pqat, undan keyin dengiz degandek bu davomli taraqqi qilgan bir sokin bu. Demak, dushman qaysi yo'lda kelsa, shu yo'lda harakat qilish degan bu mezonni islomda keng aytilgan ekan. Demak, bu men buning sababi bo'lgan kompartiyaning shu zulmi. Demak, men kitob ko'rishga men odatda bir qo'yib vaqtgan edim. Bu yerdan padva qo'yib vaqtdim, padishdan bo'ldi o'zimda. Demak, buni ko'rib biz yozishga majbur bo'ldim. Misol chiqnas yozdim. To'xtamay pash qilaman. Deb maqsad chunki onamningki men bu xo'rliqni men zoya qilib o'tmayman. Inshaalloh bu Xitoyningki bejog osmonda onamning ro'yiti, xo'rlangan ro'yiti davomli portlaydi degan e'tiqod keldim. Demak, bu ustozlarningki sukut qilib o'tishim bu cho'ng soatda oxirida xalqiningki uxlab qolsa falan doktor manda qildi degandek. Buni boshqa bir keyingi 4-san programmamiz qilsak, vaqt biroz chiqib ketib uzun bo'lib ketsa. Bu bo'linaganda. İnşallah 2-san programmamiz Mishat to'xtaydi, ya'ni ziyolilar bilan baylarningki sukut qilib o'tishni. Baylarningki.
baylarni siz sükut qilib etdimsiz. Baylarni o'zining vatandagi bo'lsin yoki sirtdagi bo'lsin, ularning haqqini, o'zining rolini joriy qildiryapti, qildirmayapti deb mushu nuqtada qilib qolganimizdan boshlaymiz inshaalloh kelar qatam suhbatimizda. Hurmatli ko'p rahmat aytaman. Bizga batash nimada. İnşallah shu keyinimizdagi ikkinchi bir programmamiz davom etadi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi Partlagan sukut programmamizning 3-soni mushu yerda oxirlashdi vaqt munosabati bilan. İnşallah yangi bir qatam suhbatda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.